Соңғы вакытларда махаллелерде кыйтак жерлерди натижелүү пайдалануу аркылуу халыктын бандилигин һәм дараматларын арттыруу тик аркы вазифалардан бирине айланды. Сондуктан да аймакта бир махалле бир өнүм принципин энгизүү, өнүмдөрдү ички базарга жеткирип берүү һәм махаллелердин экспортун потенциалын арттырууга кең этибар каратылган. Muhtaram Prezidentimiz 2025-yil 5-martdagi farmonlariga asosan, F18 farmonlariga asosan o'sha tomorqa xo'jaliklarida tomorqachilikni rivojlantirish, bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ishlarni tashkil qilish bo'yicha bir qator muhim vazifalar belgilangan hamda ushbu vazifalarni amalga oshirish bo'yicha vazirlik idoralar hududlarga biriktirilgan. Xo'jayli tumanidagi 6 ta mahallalar ajratib olinib, bular bilan alohida ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Jumladan karantin agentligi tomonidan o'sha 6 ta mahalla fuqarolar yig'iniga har biriga alohidadan xodimlar, mas'ul xodimlar biriktirilib, hududdan, tumanning o'zidan, Respublika karantin agentligidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi o'smirlar karantin agentligida mas'ullar biriktirilib, o'sha hududdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz fuqarolar, yoshlar bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Birinchi navbatda o'sha bir mahalla, bir hudud asosida tomorqachilikdan yuqori daromad olish, kambag'allikdan farovonlik sari chiqish bo'yicha 100 ming dona hudud iqlim sharoitiga ixtisoslashgan olcha ko'chatlari tarqatildi. Bundan tashqari drenaj kollektor atroflari tozalanib, o'rdakchilikka ixtisoslashtirish bo'yicha tashabbuskorlar aniqlanib, o'rdakchilik xo'jaliklari tashkil qilindi. 10 dan ortiq issiqxonalar qurildi o'sha 6 ta mahallaning o'zida. Urug' ko'chatlar yetkazib berilib, issiqxonachilik xo'jaliklari rivojlantirish tashkillashtirildi.